Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti menejment fakulteti tomonidan 2025-yilda samarali ishlar amalga oshirilib, ko'plab loyihalar qilindi. O'tgan davr mobaynida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti menejment fakulteti tomonidan talabalarni bo'sh vaqtini samarali tashkil etish, iqtidor va ist'dodlarni qo'llab-quvvatlash, o'z kasbini mutaxassisi va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ta'lim yo'nalishida hamda harbiy vatanparvarlik yo'nalishida yil davomida intellektual loyihalar va sport yo'nalishida jami 30 dan ortiq loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirildi. O'tgan davr mobaynida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti menejment fakulteti tomonidan talabalarni bo'sh vaqtini samarali tashkil etish, iqtidor va ist'dodlarni qo'llab-quvvatlash, o'z kasbini mutaxassisi va vatanga sadoqat ruhini tarbiyalash, ta'lim yo'nalishida hamda harbiy vatanparvarlik yo'nalishida yil davomida intellektual loyihalar va sport yo'nalishida jami 30 dan ortiq loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirildi. O'tgan davr mobaynida menejment fakulteti tomonidan 100 ga yaqin faol va lider talabalar fakultet miqyosida qamrab olindi. Shuningdek, hozirgi kunda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil etilgan 5 ta yo'nalish koordinatori tomonidan 700 ga yaqin talabalar o'z qiziqishlari jihatidan qamrab olindi. Yil davomida talabalarni bo'sh vaqtini samarali tashkil etish maqsadida fakultet miqyosida muzokara, zakovat quiz, escape room, eco talk va best intellectual talent, social life, team building, eng faol sportchi, research group, board masters, o'quv ishlari bo'yicha malaka oshirish, maqola yozish, dekan va prorektor bilan suhbat hamda kafedralar tomonidan tegishli tadbirlar tashkil etildi. Bundan tashqari universitet miqyosida tashkil etilgan milliy libos millat qiyofasi, talabalar teatri studiyasi, huquq bilimdonlari, Nations Day, talabalar bahori festivali, zakovat bahslari, Miss University va rektor kubogi o'yinlari, 5 tashabbus va sportning mini futbol, voleybol, basketbol turlari bo'yicha faxrli o'rinlarni egallab kelishdi. Shuningdek, 10 ga yaqin lavhalar ommaviy axborot vositalari hamda shu miqyosdagi 1000 ga yaqin tadbirlar va loyihalarni Instagram va Telegram ijtimoiy tarmoqlarda muntazam keng miqyosda yoritilib kelindi.